O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy rasulot qildirmoqchi bo'lganlar WhatsAppdan aloqaga chiqamiz. Energiya men uchun bitta like, podpiska har doimgidek sizlardan. O'rtoqlar, bugun kartamga savolim. Отношениyangiz u bilan qanday bo'lyapti? Ya'ni bo'lsa bo'lmayapti, tugasa tugamayapti. Ketdik o'rtoqlar. Bu ochilim energiya obmen qilganlarga tegishli bo'lsin. Ketdik. Aqlingizdagi insoningizni hidini, o'zini, sizga qarashini, kulishini, hamma narsasini eslaysiz. Tamommi o'rtoqlar? Tak, ketdik. Ichimdan variantli qilish keldi-yu, ikkitali mayli. Hozircha bitta qilib turaylik, keyin ikkitali уже niyat qilib ochib bo'ldim-da. Tak, ketdik o'rtoqlar. Tak. Tak, birinchi karta tashlashimda уже chiqdi. Отношениyangiz sekin tugayotgani chiqdi. Ya'ni tushyapti, ko'rdingizmi? Tushi chiqdi отношениyangiz. Lekin bola befarq bo'lyaptimi desam yo'q. Hozirgi dani времяda nimagadir suhbatlashishingiz chiqdi. Siz urushgansiz yoki arazdasiz deya olmayman, lekin отношениyangiz уже bilyapsiz, ikkalangiz sovib boryapti, ya'ni tushib boryapti. Tushunyapsizmi? Tak. Aha. Bu aqlingizdagi inson har taraflama juda ham bir sho'stri bir erkak ekan. Bilasizmi? Xarakterichi bir bo'ladi-ku. Boshqalarni oldida boshqa yakka qolsangiz, umuman boshqa inson shunday o'zini ko'rsatyapti. Xarakteri shunday ekan, lekin ko'proq bilasizmi? Kartani o'qishimni, ya'ni niyat qilib tashlaganimdan boshlasam, kartalarim aytayaptiki, ko'proq siz ikkilanyapsiz o'sha отношенияni. Siz xuddi xohlamayotgandek chiqyapsiz. Xuddi bo'ladi-ku, bo'ldi, tamom, men to'ydim hammasidan. Men yig'ishtirmoqchiman deb birinchi qadamni nimagadir siz qo'yishni xohlayapsizmi, shunday chiqyapti. Bolamizga keladigan bo'lsak, bolamiz qush kabi, hech narsani umrunda deyil, ya'ni umrunda deyil demaydi ya. Xullas, umrunda deyil, ya'ni shunaqa xarakterga ega chiqyapti. Qush kabi. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa ham deb ketadigan bola chiqyapti. Hayotingizdan umuman yo'q bo'lib ketsa, sizga foydasi ko'proq bo'ladi deb aytolmayman. Uveringni, lekin bola bu yerda juda ham shustrilik qilyapti. Xuddi bo'ladi-ku, yo'q bo'lib ketganda SMS yozadi, telefon qiladi.